Hop, spanlanganli tur, yana bitta spanlanganli tur, shkaf, stinka, shkaf, sonda, degancha hammasini bitta-bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir videoda oxirigacha ko'rsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Arzidimi YouTube kanalimiz obunachilari. Mana men like bosib, videoda oxirigacha ko'rsalaring. Xudo xolasa, mebellarimizni yaxshilab chiroyli qilib obzorlarni qilib, narxlarigacha aytamiz. Like bosib, do'stlarga tarqatib berish, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qolganlarga dushi rahmat. Videoda o'rtalarida, oxirlarida, xudo xolasa chiroyli narxlarda, chiroyli sketchlarni qilib beramiz. Birinchisi, mana shu spanlangan turimizdan boshlaydigan bo'lsak, matraslari ham yaxshi holatda ekan, trimolari. Sondiqchasi bonusmi aka? Sondiqchasi bonus. Kerak bo'ladigan bo'lsa, tortumba, shkafi ham zo'r holatda. Ana bitta ko'raverasizlar, sastenalar o'rtalari polka, chekkasi vishelka bo'ladi. Narxi necha pul ekan spanlangan turimizni? 4.500.000 so'm. Sondiqcha hammasi ko'rsatib turgan narsalarimiz komplekt 4.500.000 so'm. Kommentariyada yozib keting, arziydimi yo'qmi? Endi Trimosi yana bitta. Yo bu sotilganmi bu? Bo'ldi. Sotilgan. Bag'i ketgan ekan. Barakasini bersin, maza qilib ishlatishini. Asosiy shu ekan. Narigilarchi aka? Ha, bo'ldi aka. Sondiqchi aka. Sondiq 300.000 so'm. Ichlarini ham ochib ko'rsataman. Ichlari ham taxta. Bemalol ko'raverasizlar. Endi mana yerda mana shu gilonimizni 2 marta bosib o'tdim. Necha pul bu aka? Nechaga necha mana shu gilon? Hop, 2.5 ga 4.5 narxi 400.000. 400.000 so'm. Bemalol xarid qilishlar mumkin. Arziydimi yo'qmi? Endi bossam bo'laveradi bemalol videoga oldin. Xo'p, shkaf 210 220 atrofida chiqadi. Taglarida ham tortma. O'lchab ham beraveramiz. Ha aka. 215 deylik. 215. Buni ham o'rtasi polka, chekkasi vishelka bo'ladi. Tagida tortmasi, bittasiniki yo'q. Necha pul aka bu? 1.700.000 so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Sastanasi yangi ekan, ichi pastda tortmasi yo'q ekan. Bitta shunisi ekan xolos. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketaverasizlar. Endi oppoq spanlanganlik tur. Svetinlari ham zo'r. Mana bosh taraflari ham chiroyli, matraslari ham yaxshi. Shkafi ham chotkim. Oppoq narsani o'z ishqibozi ko'p bo'ladi. Kommentariyada yozib ketaverasizlar. Narxlari ham chiroyli. Xudo xolasa arziydimi yo'qmi kommentariyada. Shu narsalar qiziq. Seyfigacha bor ekan. Seyfini kaliti yo'q. Kalitini topsangiz ichida pul bo'lsa kerak. Yo kaliti bormi aka? Kaliti yo'q, ha? Ko'ravering. Buni ham bosh taraflari, matraslari, bunchalik. Xo'p, aka bu spanlangan turimiz narxi necha pul? 5 million so'mga arziydimi yo'qmi kommentariyga yozib keting. Shkafi, trimo, divan, tumbalari. Endi keyingisiga mana shkafimiz bor, stenkamiz qoldi. Shkafimiz necha pul aka? Bunisi 1.800.000 so'm aka, MDF materialli. Kommentariyada yozib keting, bunisini olgan bo'larmidingiz yoki mana laminatni olgan bo'larmidingiz? Bunisi 1.800.000 so'm ekan. Pastda ularga aloqa chiqarasizlar. Endi stenkamiz. Necha pul aka stenkamiz? Akril 1.5 million so'm, ichlari ham ko'zgu, aynalari ham chiroyli. Sastenasi ham yaxshi holatda, mana. Narxi 1.500.000 so'm. Buni ham yozib ketaveringlar, arziydimi yo'qmi? Endi bu devanchamiz arzonga xudo xolasa necha pul qilib beramiz aka? Telefon qilishaversin, so'raganiga beramiz. Ha, bitta telefon qilib, necha pul so'raysiz berishadi xudo xolasa. 100.000 so'raysizmi, 50.000 so'raysizmi, ha? Ha, beramiz. Telefon qilishaverasizlar. Bonusiga pashti. Telefon qilasiz. Obunachizman. Spanlangan turga olgan odamga bonus qilib shuni beriladi. Spanlangan turga bepulga qo'shib beriladi. Telefon qilasiz. Obunachisiman. O'sha Arzidimi YouTube kanalida ko'rdim, Dilmurodjon aka. Ashini necha pulga berasiz siz? Agar ko'ngillarga yaxshilab qo'l solib ko'rsangiz, bepulga ham berib yuboradilar o'zini. Like bosib beringlar. Like bosib beringlar. Kommentariyada fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Obuna bo'lib qolsalaring. Bizga shunisi qiziq. Yana ham arzonroq mebellar qo'yishga harakat qilamiz.